Katta bolalar eshitadigan ertak bu. Bir kun bir otaxonni paymonasi to'lib vafot qilibdi. Uni qabristonga ko'mish ketayotgan vaqtda bir odam ularni yo'lini to'sib, tobutni qo'yib yubormoqda. Bu odam mendan 45 dinor qarzi bor. Kim agar o'sha qarzni bersa, agar keyin qo'yib yuboraman debdi. Shunda u yerdagi o'tirganlar hammasi hayron, nima qilamiz? Boboni aslida 3 ta o'g'il, bitta qizi farzand bo'lgan ekanda. Shundan 3 ta o'g'lam ana shunday kallasini qisib, lomim demasdan, hech narsa demasdan o'tirgan ekan. Shunda bu xabar otaxonni qizigacha borib yetibdi. Qizi yugurib, yig'lab kelib o'sha odamga aytibdiki, shuna tilo taqinchoqlarni olib shuna beribdi. Aytibdiki, "Men otamni o'rnomuslarini bulg'amang. U kishi juda bir o'rnomusli inson edilar. Yana agar qarzlari qolgan bo'lsa, men sizga topib beraman. Faqat otamni obro'yini bir pul qilmang" debdi. Shunda u odam ham ko'ziga yosh kelib, qizga aytibdiki, "Qizim, men otangizning qalin do'stiman. Aslida men otangizdan qarzim bor 45 dinor. U kishi menga aytgan ediki, bu meros qilib qoldiraman. Shu merosni merosga mos farzandimga berasan" degan ekan. "Men sizlarni sinadim qizim" degan ekanda. Ana o'sha uchun otaning familiyasi hamma farzandga ham bo'lishi mumkin, lekin unga dastoyli bo'lish har kimga emas. Otaning familiyasi bu chest. Ana o'sha uchun otadan qolgan meros bu aslida boylik emas. U otaning o'rnomusi, shon sharafi bo'ladi. Xulosa o'zingizdan.